Okey, xo'p, mana hammasi tayyor bo'lib qoldi. Yana ozgina qaylasa zo'r bo'lardi. Davay, tezroq bo'l va mana ajoyib bug'a ro'yib. Biz bo'ladi damlama ish bersa, lekin zo'r bo'lardi, ha. Ajoyib bug'a ro'yib to'ppa-to'g'ri. Ishqilib, birorta kishi bilib qolmasa bo'ldi. Kim bilardi, kechasi kim ko'rib o'tiribdi. O, mana tayyor bo'ldi. Qani, qayerga ekan? Bo'ldi, bitta joyga eksperiment qilaman. Okey, yaxshi. Ana endi chiqib ko'rishim kerak. Ha, ana bu yerda qilganim yaxshi. Qani unda go. Umid qilamanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, o'zi yaxshi bo'larmikan? Yo'q, mayli. Qani bir sinab ko'rish kerak, sinab ko'rish kerak. Hoppaga, qani. Hop, hoppa, hop, da, manga judayam ko'p. Mana, qani, havas sinasin. Mana, tez, qamang, qani. Okey, menga tegmasa bo'ldi, judayam zaharli. Zaharli bo'lishi mumkin-da. Okey, qani. O, yaxshi. Qani, tez saqlash kerak. Voy, tez, yaxshi. O, okey, hammasi joyida. Kim yo'qmi? Menimcha hammasi yaxshi. Ha, yaxshi. Aytgancha barchaga salom do'stlar. Mana ismim Shahis va mana yangi video roligimga xush kelibsizlar. Va mana yangi birinchi video roligimga do'stlar. Bu kanalni tezroq nima desam bo'ladi? 1000 ta obunachi qilishimiz kerak va mana bu yerga qaranglar. Bu yerda juda ham xavfli kislotaga o'xshaydigan narsa oqib ketgan. Bu yer toza suvda, toza mana filtrlangan suvni biz olib kelgandik, lekin bu birdan bunaqa narsaga tushishni bilmadim do'stlar. Nimalar bo'lganini bu yerga yaqinlashgan, to'g'risi qo'rqyapman-da. Bu yerga ustiga biron nima kiymasdan yaqinlashish menimcha juda ham xato deb o'ylayman. Bolalar, obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Buni qaranglar, yerlarni qaranglar, qanchalik mana bu yerlargacha ta'sir qilgan. Mana yo'nlarigacha ta'sir qilgan bo'lib, yana toshib ham ketgan. Даже mer ham bilgani yo'q. Ha, voy, teng bo'li merdonligi. Hop, tezroq merni ko'tarish kerak. Bilasizlar, mer yurmaydi. Aytsam ham yurmaydi. Shu yerga qolaman deyish ham mumkin. Shu sababdan hozir qani. Okey. Ha. Mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Qarang, mana bu yerda orqangizda qanaqadir hid sezmayapsizmi? Bu yer ham yomon donib ketibdi. Nima, qanaqa qilib? Baxtchilik sezganim yo'q. Oyligingni undan ko'ra. Oylik? Tushunmadim. Bizaniki emas-ku. Ay, kechirasiz. Mana. Okey, bolalar, mana oyligimizni olamiz. Yaxshi, oylik yaxshi. Kechirasiz. Men shuni sizga ko'rsatmasam bo'lmaydi, bolalar. Hozir men baribir ko'ra olmaydi. Sho'rmani. Hop, mana hozir tushiraman. Okey, bolalar. Voy, nima buncha og'irsiz? Voy, nimalar yeysiz, nimalar? Mana sizga. Qalay? Voy, tushunmadim. Nima bo'lgan bu yerga? Voy, mana bu yerga aytaymi? Bu yer qanaqadir kislota bo'lganda o'ylayapman. Men ham yaqinlashgan juda ham qo'rqyapman. Yo'q. Men ham qo'rqyapman hozir endi. Qanday orqamga qaramadim, o'zi shunaqa e'tiborsizligim pand beradi-da. Ha, mer to'xtangda. Bo'lsa mana bu bergan oyliklaringizdan narsalar sotib olib kelsam bo'ladimi? Nima deganing? Men o'zi kecha narsalar olib kelib qo'yganman har ehtimolga qarshi. Kecha rostdan nimalar olib kelgansiz? Anavi omborxonaga qaragin, keyin bilib olasan. Ya, unda mayli mer. Bo'la mana ko'rishingiz mumkin. O'sha omborxonaga borib qarab ko'r deyaptilar mer. Mayli, hozir shularni barchasini ko'ramiz. Ha, bolalar, o'zingizlardan so'rasang, o'zingizlar yaxshimisizlar, bolalar? Nimaga men yo'q bo'lib ketib qoldim? Nimaga Shahis qaytmadi? Va mana Shahis qaytdi, bolalar. Hop, mana do'stlar, korobkalar bor va qaysi yerda? Mana shu yerda ekanmi? Xo'p, do'stlar, bizga mana bu kerak. Va bizga bu kerak. Yo'q. Mana bu kerak, bolalar. Okey, buni qaranglar. Va do'stlar, mana shular kerak. Ya bu nimaligini bilmadim.
Okey, bular ham kerak. Bu kerakli narsalar olib kelganlarmi? Hammasi kerakli narsalar bolalar. Bu как раз mana bu kerak. Bo'ldi, qolganlar kerak emas. Xo'p, mana bu yerda ham narsa bor edi adashmasam. Xo'p, mana shimirib olishga kerak bular. Yaxshi, to'g'ri. Okey, bo'ldi. O, yaxshi do'stlar, mana bu yerda. Voy. Okey. Nokia nima uchun tushunmadim. Hop. Bu mana do'stlar, mana kerakli. Aynan mana ham olay. O'qimabdilar-da, ha, tushunmaydi darjaga. Mer tushunmaydi darjaga, bilasizlar-ku bolalar. Mancha hamma narsani oldim do'stlar. Mancha oldim. Mana bo'ldi. Do'stlar ketdik do'stlar. Okey, bularni kiyib olamiz. Yaxshi. Vo, yaxshi, qanaqadir xususiyat bermadimi? Yo'q, bermabdi do'stlar. Okey, hozir merdorga boraylik-chi. Hop, bizga ta'sir qilmaydi-yu. Mer, Nima deysan? короче, mana siz ustimdagini ko'rishingiz mumkin. Hozir men bularni hozir chik baba qilib tashlayman, bilsangiz agar. Davay, bu senga ishonaman. Okey, hop, birinchi o'rinda. Hop, bu yerga mana bunday qo'yib qo'yish kerak bo'ladi, chunki nima desam bo'ladi. Har kim o'tishi mumkin-da. Bizning qishloqlar juda jamunchalik aqlli emas, sizlarga o'xshab bolalar. Sizlar aqllisizlar, bilamasizlar, bu yerdan chetlab o'tasizlar, lekin bizning qishloqlar bunaqa ishni qilmaydi, hayotda qilmaydi, bilasizlar-yu. Shuncha gapirsam ham umuman ta'sir qilmaydi. Okey. Hop, endi bularni ham mana bunday yo'q qo'yish kerak. Okey. Yaxshi, bularni ham qo'yib qo'yish kerak bolalar. Yaxshilab distansiya saqlash kerak bolalar. Вообще-то yaqinlashmash kerak. 100 metrdan o'tish kerak. Lekin mer mana bu yerda turibdi. Mayli, merga hech nima qilmaydi. Biron nima qilsa ham yaxshi bo'ladi-da mer. Ha, bo'l. Unda, bolalar, mana shunga mana shu yerga qo'yamiz. Voy, mana bo'ldi. Hop, mana endi do'stlar, birinchi o'rinda buni o'rab chiqishimiz kerak deb bolalar. Voy, neto narsa olib kelib qo'yibman-ku. Hamma joyda bitta-da. Olib tashlaykan. Yaxshi emas bu narsa hozircha. Yo, kerak lekin hozircha kerak emas bolalar, bilasizlar-ku. Okey. Qani qayerda? Mana. Topdim. Mana shularni olib turaychi. Qaysi foydali? Okey. Qaysi deysiz? Короче, bu kerak emas ekan. Mana shu tez bolalar. Mana shu tez hammasini hozir mana ko'rishinglar mumkin. Buni вообще-dan qo'yishim kerakmi-kan, bolalar? Vaqt ketadi-da, vaqt. Vaqt ketadi, vaqting ketdi, naqding ketdi deganlaridek ota-bobolarimiz bilasizlar-ku. Просто merdoligi просто kan shunday qilib qo'yamiz. Mer iltimos distansiya saqlay deb qo'yamiz. Bo'ldi, hammasi joyida, masofa saqlang deganim. Hop, mer mana shu yerga yaqinlashmang, xo'pmi? Aha, bo'ldi, davay, bos gazini. Okey, bo'ldi, xo'p. Birinchi o'rinda mana shu yerlarni olishimiz kerak bo'ldi. Bu zahar. Voy, zahar keldi, zahar. Bu bo'ldi, birinchi buni shimirib olish kerak edi. Opa. Voy. Men tushunmam. Qanaqa bu? Green sponge. Oladimi bu o'zi? Voy, tushunmadim. Do'stlar, mana bu olsa kerak. Oppanya, mana shu foydali ekan bolalar. Mana shu foydali. Oppa, yaxshi. Voy, bo'la mana buni. Men foydasiz ekan, to'g'risini aytsam. Men ikkinchi mana bunaqa narsa olib kelmay, xo'pmi? Nimaga? Umuman foyda bermadi. Hop, mana. Okey, bo'ldi, hammasi joyida. Hop. Yaxshi, buni ham olishimiz kerak. Voy, yaxshi. Buni yondirib olamiz, bola. Bo'lmasa bu juda ham zaharli bola. Buni yo'qotib tashlash kerak bunaqa narsani. Oppa, buni ushlashni o'zi xatoda do'stlar. Men ushladim, to'g'risini aytsam, lekin sizlar uchun ushladim bolalar. Bularni hammasini tozalash kerak. Bu kim qilgan bo'lsa ham buni ushlab topib, короче, borib kallasini o'sha suvga tiqish kerak bolalar, bilasizlar. Bularni hammasini olmasak bo'lmaydi. Buni qaranglar. Juda ham zaharli narsa-da. Yaxshi ham tez yechimini topdi-ye. Ikkilanmasdan, bir ikkita odamlar bor ikkilanib o'tiradi. Voy, do'stlar, nimalar qilamiz deb. Nimalar qilayding? Birinchi mana shularni olishing kerak deyman-da men unga. U yerda takkacha o'tibdi. Bola, yaxshi emas. Mayli, tez olib, hamma narsani tozalashimiz kerak. Voy, do'stlar, va nihoyat mana o'sha hamma joyini yaxshiladim do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsani buzib tashladim. Menimcha hech nima qolmadi do'stlar. Qaraymiz va do'stlar, mana bu narsalarni ham olib yo'qotamiz. Endi buni hech kim yemasin. Вообще-там kerak emas. Voy, mana bular qo'shilib ketdi. Voy. Mayli do'stlar. Mana bu yerga sandiq qilib qo'yganman. Bari narsalar mana shu yerga qo'yib qo'yganman. Hammasi joyida.
Opanya. Bu yaxshi, mana hammasi joyida. Nima bomba tashlading? Ha, bo'lmami? Просто viruslar ketsin dedim-da. Qanday joyda apsani? Kechirasiz. Ey, bilmayman-da, qarang mana bu yerda nima bo'lgan? Kim qildi buni? Ha, menimcha sani do'sting. Mani do'stim, mani do'stim. Jitellidanmi? Ha, oq jitel. Oq jitel har doim dabdabala qilib o'tiradi. Balki buni sabab shunday bo'lishi ham mumkin. Balkim bo'lishi mumkin. Mayli, qani hozir borib ko'rib qo'yaman nimalar qilgan. Xo'p. O do'stlar, mana damlamala qilib o'tiribdi. Unda to'xtanglar. Men bunga hozir bironman desam, tan olmaydi. Undan ko'ra birdan shuni ko'taraman-da merdoliga olib boraman. Okey. Yaxshi. Oppa. Nima qilyapsan? Mana sana hozir shunday bitta narsa qilgani boryapmiz. Mana shu yerga shunday gaplashib olinglar-da. Voy, nima yozishga turibmanmi? Axir bu yerda nima desam bo'ladi? Bu yerda zaharli narsalar bo'lgan-ku. Nima? Tushunmadim. Ber. Odam bilyapti bu. Men ham shunga hayrondaman. Ha, значит, sen qilibsan-da, to'g'risini aytaver. To'g'risini aytsam, ha, to'g'ri man qilgandim, lekin men o'zi nima desam bo'ladi, yaxshi narsa tayyorlamoqchi edim, shunaqa bo'lib ketib qoldi. Yo'g'i, judayam zo'r ekan. Buni qara, mana polizim nima qilib tashladik. Shuni ko'tarib mashinani olib boraymi o'sha yerga? Mayli, sen shuni kechiraman. Iltimos, bo'ldi, kechiringlar, bo'ldi, hammasini tozalab qo'yaman. Menimcha tozalab bo'ldim. Kechir. Do'stlar, qani otishga biron nima yo'qmi ekan? Ha, mana shuni otib kelasiga, mana shuni otib yo'qotish kerak. Yomon tinglar. Ha, mayli unda. Mer o'z gaplashib olasiz. Men vashti hozir asam buzilyapti. Bir kunim rasvo bo'ldi, to'g'risini aytsam. Ozroq telefon ko'rib o'tirmasam bo'lmaydi. Rahmat oylik uchun, mer. Mayli, sog' bo'l. Aha, davay. Ha, seni kelgan kursan. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Bu yerda juda ham bir nimalar bo'lib ketdi. Yaqinda bularni ham tozalab olsak, yana videolar chiqadi YouTube kanalimda. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana Shahis bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr. Bo'ldi. Videoda xatoliklar va kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bularni barchasini to'g'rilashga harakat qilaman. Mayli do'stlar, sog' salomat bo'linglar.